gradusida, to'g'rimi? Abchisi. Bundan bitta tepaga chiqsa 20 minut qo'shilyapti. 40 gradus 20 minut bo'lyapti. Bundan keyin yana bittaga tepaga chiqadigan bo'lsam 40 gradus 40 minut bo'lyapti. Bundan keyin yana bittaga chiqsam 41 gradus bo'lyapti. Tushunarlimi? Tushunganlar qolganlar o'rtasida. Xo'p, yana 3 ta chiqaraman. 1 2 3 nechi bo'ladi? 42 gradus. 42 yana 3 ta. 43 yana 3 ta chiqsa, Xo'p, endi men mana a'ni topib olishim kerak. Mana shu qat'iylashda qaysidir qat'iyda yozibdi mana shu. Buning uchun fi bo'yicha olaman. 40 gradus va chizasiz, to'g'rimi? Keyingisiga o'taman. 40 chiziq ustiga tushgani uchun minutga o'tyapman. 40 gradus o'rni. Demak, mana shu qatordan qaysidir bittasi qat'iyaga tushadi. Buning uchun nima qarayman endi? Yarmida yozayman. 70 gradus. 70 gradus mana bu, to'g'rimi? 70 gradus. Endi minutga o'tsam 35 ekan. Bitta yursam necha bo'ladi? 70 gradus 30 minut. Demak, 70 bilan 71 bilan 70 gradus 30 minut orasida joylashgan. Ularni qat'iy bo'ladi. Kim tushunmadi? Tushundilarmi? Shu kalasni bunga zarb emas, men bajarib o'tasiz. Ha, bu raqamlarda chalkashmasangiz, men ham chalkashyapman. Siz chalkashmasangiz bo'ldi. Xo'p, endi qaraymiz. Mana bu qat'iyaga o'zini ajratib olyapman mana bu yerga. Xo'p, kolonna bo'yicha necha bo'lyapti? Chap taraf boshlanishi 70 gradus 30 minut. 30 minut. Tugashi 71 gradus bo'lyapti. Hozir mana shu. Endi qator bo'yicha pastda 40 gradus, to'g'rimi? Mana bu chiziq mana 40 gradus. Tepasi necha bo'ladi? 40 gradus 20 minut. Xo'p, damitlar to'g'rimi? K 40 endi bunga davom etadi. Mana bu 120 ko'rish. Endi tartib raqam bo'yicha mana 12 24 36 oxiri nechiga? 140. Bitta topagasan 143, to'g'rimi? 143 va siz bo'ladi 142 bo'ladi. Va masshtabi nechiga o'tdi? 1 ga 1 milliondan 1 ga 100 ming. 10 mingga bor. Ya 100 mingga keladi. Yana jadvaldagi qarang. 1 ga 1 milliondan 1 3 4 5 ta bo'limni ehtimolida birdan 1 ga 1 milliondan 1 ga 100 mingga bor. Umumiy mana 1 ga 1 million xaritani ichida mana bu nuqta bor edi. Fi bilan ya'ni koordinata bo'yicha nuqtamiz bor edi. Ana endi 1 ga 100 ming masshtabgacha kichraytirdikda va mana shuni ichidaligini biz topib oldik. Mana bu A koordinatamiz mana shu ichida turibdi. Tasavvur mana bu so'z qo'shib ko'ryapsiz. Ha? Buni to'rtga bo'lyapman. 1 ga 100 mingdan keyin masshtab nechi turibdi? 1 ga nechi? 50 ming. Kimdan aytyapti? 10 mingga boramiz hozir. 100 mingdan keyin 50 mingga o'tyapmiz. Ya'ni mana bu 100 mingni 4 ta katakka bo'ldim. 4 talasi ham 50 mingdan 4 ta bora bosib qo'yapmiz. Xo'p, endi qarang. Mana bu orasi 20 edi, to'g'rimi? 20 ming turdi. Yarmi nechi bo'ladi? 10 bo'ladi. 10. Demak, mana bu 40 gradus 10 minut. Bu yoqda 15. 70 gradusni 30 ga 15 qo'shsam 45 minut bo'ladi. Va buni ichini
nomlanishi mana bu. A, B va G bo'ladi. Endi bu narsa bo'lish hozir yana ikkiga bo'ladi. SSR davrida bo'lgan hisobiga shu qolib ketgan. Kiril tartibida qolib ketgan. Endi hozir o'zbekcha kartalarda o'zimiz loqani bosib bo'yicha chiqaryapti. Shu aslida shu SSR davrida bo'lgan qoldi. Endi qaraymiz koordinatamiz bo'yicha. Xo'p, fi 40 gradus. Mana So'z bu hozir ya'ni fini ko'rib 40 gradus, to'g'rimi? Teng yarmi 10 barcha tushyapti, to'g'ri? Endi 35 bo'lgani uchun 70 bilan mana buni orasiga tushyapti, to'g'rimi? 10dan teparoq. 10dan teparoq bo'lsa yoki A ga yoki B ga tushyapti. Xo'p, lambda bo'yicha olamiz. 70 gradus 35 minut. A'ga tushyapti. Demak, bizda katagimiz keyingisi A bo'lyapti. Hozir ikkiga bo'lib yuborsin yana shunday. Ma'lum 20 ni 2 ga bo'ldi. 40 bo'ldi. 70 u 30 bilan 74 ni teng 2 ga bo'lib yubordim. 70 u 45. 30 gradus. Mana shu yerda 15 dan yilda 15 qo'shib berdingiz, 30 ga. Bu orasini necha? 30 minutdan. 30 minut. Yarmi 15 bo'ladi. 30 minut yarmi 30 ga bo'ladi. Buni ajratib olyapman. Ana. Hozir bu birga 500 ming o'tdimi? Birga 100 ming o'tdi. 50 ming bo'ldi. Hop. Ketdik, yozyapman. Mana bu tarafi boshlanish tamomla bo'yicha 70 gradus 30 minut. Bu yoqqa 70 o'qida 70 gradus 45 minut. Tepamiz 40 gradus 10 dan. pastimiz 40 gradus 10, tepasi 40 qo'y 20. 40 gradus 20. Nomenklaturamiz K 42 142, undan keyin nima bo'lishyapti? Katta A bo'lishyapti. Boshda birga 50. Hop, endi to'xtamimizda davom etib ketyapman. Buni ham 4 ga bo'lib olyapman. 4 ga bo'lib olsam 10 da teng yarmi 15. Demak 40 gradus 15. 15 minut yog'i 15 yarmi 30 soniya. 25 gradus 30 daqiqa. 37 minut 30 sekund. 30 sekund ko'rdi. Yo'q, sekund deydi ko'rgan. 50 mingdan oshkor bu. 50 mingni 4 ga bo'lyapti. 50 mingni 4 ga bo'lyapti. Xo'p, nomlanishi kichkina harfda ketadi. A, B va kichkina G. Xo'p, qator bo'yicha 40 10 va 35. 35 hali minutda bo'lgani uchun mana shu yoki B ga yoki G ga. Demak, qaraymiz. 70 u 35 bo'lsa, mana bu oraliq, to'g'rimi? 35 dan chiqib ketmayapmiz. Mana bu oraliq bo'lyapti. Demak, B ajratib olyapman buni. Ajratib olyapman. Xo'p, o'ng taraf 70 30 70 gradus 37 minut 30 sekund. Bu yoq tepasi